Assalamu alaykum, ekran aldidagi qadrlik va qadrdonlar. Uyg'urimning Qurbon hayiti muborak bu alaydi programmamiz orqali huzuringizlarda bo'layotganligimizdan to'liq xursandmiz. Sizlarga yet tantanisi ato qila olsak, o'zimizning to'liq baxtlik va xushal his qilamiz. Endi diqqatingizlar tuvandagi alayda nomerlarimiz bo'lg'ay. Qani marhamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Her qıtım şundaq güzel qıraatlarını anlığınımda Peygamberimizden Davud Aleyhisselam'ın qıraatı ne kadar güzeldi ve yıkımlıqdı dep oylap qalma. Güzel qıraatı bilen bizge bu heyetlik soğatını bergen oğlumuz Salahiddin Muhammed'nin ayem ehlige salım barke. Qani birlikte anlaydı. Assalamu alaikum. Bütün dünyadaki Uyghur ata-analar ve kukular ve aciz-sanallar Qurbaytanlarga mübarek olsun. Ve aleyküm esselam birgi boğay. Rahmet ece birgi boğay. Güzel qıraatınızı anlap şimdi hoş bulduk. Sizce dinli mektepte okutamsınız, penli mektepte okutamsınız? Bir yakın zamanlarda penli mektepte okutkandım. Bir yıl diyaqi penli mektepten çıkıp dinli nimisi kirdim hazır. Özüm qari olğan dikin hem bir medrese var. Şu medresede bir yıl oldu. Ustazlık qıvatman. Ustazlık qıvatsınız. Hem üniversite tayarlık qıvaş, hem bir şeyde ustazlık qıvatman. Üniversite tayarlık qıvatsınız da. Qaysı kesipte okushni arzu qıvatsınız? Mening şu hem asas qiziqadiganim İngiliz dili. İngiliz dili olğan dikin hem şu aldığımızda şu üniversite kirip qalsam inşallah. Şu bilgisayar programcılık kesbini qıvaş hem İngiliz dilini yaxshi Kompüter programcılık kesbi. Kompüter. Şu aşağı kirishni o'ylashdim endi. İnşallah gelecek arzuymuş. Yaxshi niyat qıpsiz. Xudoyim niyatingizni yetkizgay. İmtihanda o'tib ketgaysiz. İlmingiz ziyoda bo'lg'ay. Endi rahmat. Yana bir qitim rahmat sizga güzel qiraatingiz uchun. Maqolansa xo'sh, Allohga omonat. Ekran aldidagi aziz ko'rurmanlar, Uyg'urimning Qurbon hayiti muborak bu alaydi programmamizning husn xitini bo'lsa, Uyg'urlarning dağlıq fotografi va xattoti hozir Amerikada yashayotgan Abdukim Ahmad apandim alohida yezib berdi.
Biz tövəndə Abdukim Əməd əpəndimnin özünün ağzıdan bizə bolğan yetlik təbrikini anlaylı. Assalamu alaykum. Dünyanın hər qaysı joylarındakı Uyğur cəmiyyəti həmminglarning Qurban aytiga mübarək bolsun. Və aleyküm əssalam birgə bolğay. Hürmetlik ayam əhli. Mən vətəndə özüm tartqan güzel mənzir suretler bilen Anıyurt degen naqşıga kiriştirip işlegen mənzirlik filmimni huzurunlarga sundum. Sizlerning bahar ilişinlarni ümid qilaman. Vay rəhmət, sizin bahanınızda vətənimizin güzel tağu dəryalarının, bağı, bostanlarının rəsmlərini görüb aldığan bolduq da. Köpçülük rəhmət. Xoş, Allah qamanət. Yargen turpan ürümçi gulca Atış kumu Aksu Altay Korla ve Kuca Ana yurtum sen bu dünyadaki en güzel makan Patmaz bu yaşta çeksiz mihirge tuğan Almizaqtın bu akıldı gülistan harman Yana mengü davam qıylap üzülüp qalman Yurtum sana vücudumda çeksiz muhabbet Pəxirleniş, asrab suyuş, davamda əbəd Dua qılar, əcr qılar, türküblər mitmət Ana yurtum, öz pərsəntin mən, usunmaz həqiqət Yusuf Mahmud Ferzendin Fəxriyem Məhkəm yadında Allay Badur Mətbəxrim Allah Ötken oyununda Sen şahit tutmuşken o əməssizdir əksiz Yurtum sana vücudumda çeksiz muhabbet Pəxirleniş, asrab suyuş, davamda əbəd Dua qılay, əcr qılay, türküblər mihnət Ana yurtum, öz pərsəntin mən, usunmaz həqiqət Oğuz royi Sınsun çildizge Ümmet işeç Ümlü xeyret Bu soğuy bizge Erindaşla Kul bergin duruz Hemra kıl külke
Vücudum sana, vücudumda çeksiz muhabbet. Fahrlanish, asrab söyish, davom ta abad. Dua qilay, ajr qilay, to'kib tar mehnat. Ana yurtum, biz farzandingman, o'zimmas haqiqat. Sana vücudumda çeksiz muhabbet. Fahrlanish, asrab söyish, davom ta abad. Dua qilay, ajr qilay, to'kib tar mehnat. Ana yurtum, biz farzandingman, o'zimmas haqiqat. Ana yurtum, biz farzandingman, o'zimmas haqiqat. O'zimmas haqiqat. Yurtum sana vücudumdin çeksiz muhabbet. Fahrlanish, asrab söyish, davom taabet. Dua qilay, ajr qilay, töküp ter mehnat. Ana yurtum, öz farzandingman, buzulmaz haqiqat. Cennet makanımızın sehirlik menzirleriga jör bo'lgan naqshidagi bu köy mezmun ahangla yürekdarımızın titretti. Chet elda yaşayotgan Uyg'urlarning ichida ana vatanimizin seg'inmagan birmi Uyg'ur bo'lmasi kerak. Bizning vujudimiz her zaman aşı seg'inish ilkida güzel makanimizga talpindi. Endi aşı miskin dillerimizga şatlık beg'ishlig'uchi hammamiz yaxshi ko'radigan kuyga o'rinlangan usul heyt tantanisi. Vatanimizning har qaysi shahar, viloyat, nahiye, bazar, yezi qishloqlarda yet kuni shundoq bir yangroq kuy bizga yet tantanisi ato qildi. U bo'lsa-mu shodiyona kuylarga chilingan nag'ri sunnaydir. Bugun biz ashundaq kuyga jo'r bo'lgan nafis va larzon usuldan birlikda o'zaro olaylik. Usulda gul diyorimizning güzel qizi Gül Diyar.
Rahmat Güldiyar singlim. Bu singlimiz o'zi Germaniyada yashaydi. Bir yoqdan o'qib, bir yoqdan tirishib xizmat qilib, o'zining turmushini qamdigandan sirt, Uyg'ur san'atiga bo'lgan yuksak mas'uliyatchanligi va o'tdak ishtiyoqi bilan Uyg'ur san'atimizning xosligini saqlab qolgan asosda taraqqiy qildiryotidi ham julalantiryotidi. Mana mush usulni o'zi kameraga elib, o'zi ishlab bizga o'tib berdi. Ko'p qirliq, har qaysi jihatlardan o'zini atrofda tarbiyalayotgan umidvor, tirishchan, mas'uliyatchan bu singlimizga aprin etmay turolmaymiz. Buningdan keyingi yo'lingiz dag'dan bo'lg'ay, tiningiz salomat bo'lg'ay. Endi huzuringizda nihoyat ajr bilan tayyorlangan katta bir yetliq dasturxon. Assalomu alaykum, ko'rurman do'stim, hada, aka, inim, singlim, qarindishim, Uyg'urim, hammamizning qutlug' qurboniyatiga muborak bo'lsin. Bugünküdek qutlug' kunga atab, men o'zimning oshxonasidan kichkina ko'ngil so'g'amni ag'ash keldim. U bo'lsa-mu Qurban hayit nusxasi tushirilgan non yiqish usuli. Hammamiz bilamiz, nonning turlari intayin ko'p. Masalan, uy noni, bozor noni, kokchi non, kucha noni, oq non qatorliqlar. Bugungi meningki qilmoqchi bo'lgan nonim bo'lsa, sal yangicha, lekin buning dasturxonga bo'libmi hayitlik dasturxon qo'shadigan zinatan nihoyat ko'rkam. Shunga sizlarniki yaxshi ko'rishingizni umid qilaman. Amsi boshlab ketsak, eng oldi bilan xamir yo'g'iramiz. Xamirga ketadigan xuruchlar albatta oq un, tuz, may, sut hamda qora siyodan chingroq qilib yo'g'iramiz. Xamirni yo'g'irib bo'lgandan keyin uni bir 20 minutdan yarim soatgacha turg'azsak bo'ldi. Xamirni turg'izib bo'lgandan keyin ustidan takshi bir besib etib 5 bo'lakka bo'lib kesamiz. Bir bo'lakini elib, xuddi lag'man piltisini oshqonga o'xshab eshib olamiz, o'malatib, so'zib, buning cho'ng kichikligini sinchiloq barmoqning cho'ng kichikligida qilsak bo'ldi. Xamirni eshib bo'lgandan keyin ostiga pishiriqlarni chaplashib qolmasligi uchun ishlatadigan qog'ozni ostiga qo'yib olib, undan keyin xat shaklini chiqaramiz. Eng oldi bilan Qurban degan xat yozib olamiz. Buning cho'ng kichikligi bak cho'ng bo'lib ketsin bo'lmaydi. Buning bilan birga pichoq bo'lish kerak. Ondan keyin tish qo'lg'ush, kabob zixi, xatlarning bir-birisidan ajrab ketmay, ulinib chiqish uchun biz har bir yuchuqni tish qo'lg'ush bilan bir qatam besyapmiz. Masalan, Qurban deganni qilgan vaqtda yon tarafidan bunday bosamiz. Buni qilsak choplashib chiqadi. Agar xatlarninki o'ttirsidagi orlig'i pek nipiz bo'lib ketsa, xamirni ozroq chiqarib, mush o'ttirsiga yana bir qatam kirgizsak, besib, bu xamir pek nipiz bo'lib ketmaydi. Og'a vaqtdami u nipizligi sababidan sunib ketmaydi. Tayyorlagan bu kichkina so'g'itimga kelib eg'iz tegib keting, haytlab keting. Mush fursatdan foydalanib, har bir oilaga barakat tilayman. Oilangizga xushallik, tinch omonlik tilayman. Omon bo'ling, xayr xo'sh. Rahmat Aliya singlim. O'zgacha tayyorlagan bu yetiq so'g'ingiz bizni to'liq xush qildi. Bu singlimiz Aliya Gollandiyada yashaydi. O'zining Dolanchik, ya'ni Dolan Guli degan YouTube kanali orqali Uyg'ur taomlarini
ingliz tilida tushundiryotidi. Bu orqali boshqa el xalqlariga bizning yemak ichmagimizga singan madaniyatimiz va urf-odatimizni shunda yorqin ifodalab beryotidi. Ya'ni shundaqla Uyg'ur tilini ingliz tilida dars qilib o'tib, Uyg'ur tilini boshqa millatlarga o'rgatyotidi. Mana bu singlimiz bugunmi alohida tayyorlik qilib, hammamizga shunda yaxshi bir qurbayatlik sovg'at avtibdi. Bu singlimizningki film ishlash mahoratimi odam intayin qoyil qildi. Eng oxirida sizningmi oilangizga barkat, tiningiz salomatlik, turmushingizga xotirjamlik tilaymiz. Endi huzuringizda qisqa etud Kalı'nın ana tili. Kanka bunu bir gelsene. Ha ne oldu kanka? Kanka sinemaya gideceğim de He. bana bir film tavsiye edebilir misin? Kanka işte Hızlı 9'a git. Geçen gittim izledim. Baya güzel filmmiş yani. Fiyatlara Diyorsun. uygun. Diyorum yani. Gidersin Tamam. izlersin yani. Beraber gidelim bugün. Oğlum ben mal mıyım? Geçen gidip izlediğim filme gidip tekrar para Olsun vereceğim. bir daha izleriz. Ya bir git Allah aşkına ya. Baş filmde sen gelirim ama. Tamam fark etmez bakarız. 15 Temmuz diye bir film çıkmış ona gidelim ya. Olur. O da iyi. Akşam saat 5'e gidelim o zaman. Sıkıntı yok benim. Şimdi gel. Yani dersten sonra bana her şey uyar. Tamamdır o zaman. No problem. 5'te gideriz o zaman. Tamam kanka. 5'te gelin. Eyvallah, anıtıl diyen gap, ananların tili diyen gap. Ananlar Uygur'da. Bravo. Şimdi Uygurca paralaymışlar da olsa. Oy, ne bileyim ilk deptime ama Türkiye'ye geçkandıkken kara ağzımıza Türkçe gidip kaldık ya. Filipinler. Eyvallah, kalı bilen koyuna bir kotan baksıma, kalı herkes me dep kalmaydı. Mö dedi. Kutunlar mı? Bu inilerimiz özleri bir Oğlaş Çoğlaş degan bir YouTube kanalı içip shunday yaxshi videolarni ishlab taqib Bular hech qanday bir film ishlash va yoki aktyorlik jihatdan tarbiyalanmagan bo'lsa-mu, ammo ishlagan filmlari odamni haqiqatan qoyil qildi. Bularning bu xil tirishchanligiga qarab, men kelgusidagi dağlıq kültürge artistlerini, etotchilarni ko'z oldimga keltirdim. Bu inlerimizning dadillik bilan yangilik yaratganligidan intayin xush bo'ldik. Buningdan keyingi yo'llari taqdan bo'lg'ay, ishlariga utuq va natija tilaymiz. Fransiyadagi Elican İsmailmi bizga alayda bir numara aytibdi. Qani hammamiz birlikda ko'rib baqaylik. Salam, dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan barliq aziz qarindoshlar, Qurbon hayitlarga muborak bo'lsin. Men Fransiyadan Elican, oldi bilan barliq aziz qarindoshlarimizning tiniga salomatlik, turmushiga xotirjamlik, ömrlük ve umidvorlikning har zaman yor bo'lishini chin dilimdan umid qilaman. Shundaqla shu munosabat bilan qarindoshlarimizga Uyg'ur xalq naqshlaridan yoruni o'rinlab bermoqchi, qani huzuringlarda bo'lsin.
Rəhmət Elican. Yıqımlıq və dolqunluq avazınız bilən Yaru degan naqşının hər bir udarlarını yüksək maharət bilən o'rinlab bizga əvətibsiz. Sizningmi tiningizga salomatlik, ishlaringiz utuq tilaymiz. Aziz tininiz aman bo'lg'ay. Ekran oldidagi aziz ko'rurmanlar, dunyoning har yeridagi do'stlarimiz əvətgan bu yetiq numurlar mushad oyoqlashdi. Әмді ақырда біздің өйдікі етлік дастықанға әміңізден тәкліп қылды. Қыны, мәрхәмәт. Assalamualaikum ekran oldidagi aziz ko'rurmanlar. Bugun yetliq dasturxonimizni yiroq yaqindan kelgan do'stlarimiz bilan shunday chiroyli bezab oldik. Yetliq dasturxonimizga daxil bo'lgan Gulchiray xonimlarni ko'pchilik tanishtirib o'tay. Oldi bilan o'ng tarafdan kelaymi yoki mehmondan kelaymi? Hayot mehmondan kelay. Mehmondan kelay. Oldi bilan yiroq okean atlab kelgan Yangi Zelandiyadan Rizvongul Nurmuhammad xonim. Hoş geldiniz. Bu yoq Dildana xonim. Dildana xonim ko'pchilik tanıydı. Bizim programımızga chiqqan. Deputatlik, qo'li chivar Dildana xonim. Siz de hoş geldiniz. Yanında o'tirgan Omaq singlimiz bizim programlarning eng aktiv qo'llovchisi. Yanında o'tirgan qizning asli ismi Ranati. Bu kız pek yaman boğaşka özü kümüş dep at koyuaptı. Maşallah şuraylık gel. Yine adımını değiştirdin. Tabii ki de Yana Çiçek Prensesi. Yana Çiçek Prensesi. Melikisi. Bu yoq Gulzöhrə. Bizning Təhlimakan Melikisi. Ötken söhbətimizdə çıxqandı, keçirmişlərimiz birlikdə anladıq. Meyli vətən işirki bolsun, meyli vətən sırtıdaki qız ayallarının batırlıq abidisi. Hoş geldiniz. Bayramınız mübarək olsun. Bugün yani iki kızın əpkəpdi. Çoğun kızın ismi Gültekin. Küçük kızın ismi Gülcin. Bu üç gül bizden bugünkü sorunumuzga gül üstüge güldek bir hüsn koştu. Hoş geldiniz. Bizden bu omaq kızlarımız skripçilikni öğrendi ya. Bugün bugün şu ekran aldı görürmenlerge bizge işte bir soğat əp kepti. Aldı bilen
bularning so'g'itini bir anglab yetib, uni keyindan yetlik mazallarga boqamdiq. Ha, bo'ldi. Qani, Allayla biz bor. Ben nasıl oynayayım mı? Ey, ma'qul, o'ynama qizim. Maşallah. Vay mamaka. Bu sonun çıraylı oyundu, müzikinin feyz çaldı mana. Kipine, Kelvin can dostum. Bu güzel bahçemde hevas kılman şart. Ha, bizim şu chetlarga chiqib yashayotqali oldimizga 10 necha yil, keynimizga 7-8 yil bo'lib qoldi-da, endi shu sirtni yetib o'tkazgandan keyin ta'siratinglarni va boshqa narsalarni baqsanglar, tuyg'ularni o'rtoqlashib boqaylik. Qani siz deb qo'ying'a, chetlar chiqqandan keyin ta'siratingiz qanday bo'ldi? Bo'ldi. Men desem bektab gitmadi. İçim to'shib ketgilek medimki. Mush qatim men mush chet elga chiqib bayramlik his tuyg'ularimni eng go'zali desam bo'ldi. Haqiqatan Qurbon hayit bo'lsin yoki ro'za hayit bo'lsin, hayit kapti degan bir tuyg'uga keldim bu navbat. Mush qatim. Mush bizning mushu dasturxonga qatnashibmi? Dasturxonga qatnashib bizim şu hediyelerimiz bilen, yani tanışlarımız bilen görüşüp tanışmayımız birbirimizden. 10 yıl yaşayatıp tanışmayımız. Bu şehitine hürmetiyle tanıştık. Eğitimimizi tekrar böyle güzelleştirip, bollaştırıp, hem de şunda bir güzel duygu ki 10 yıl içinde his kılan en güzel duygu desem oldu. Çünkü bunda tuyg'uni his qilib boqmagandim. Yo'ldoshingiz yetib bermaganmi? Yetib berdi. Faqat shuni bilan xush bo'lib ekanman 10 yildan yo'zi. Kichik vaqtlarimda shu yana kiyim kiyma, yetib qolma, cho'ngladim deb xush bo'ldim. Boya kelgandan keyin yo'ldoshimdan yetib qilib xush bo'lmay, shu boshqa xush bo'lgan ish yo'q. Ammo bu qatim haqiqatan hit kelganligini his qildim hamda ichimdan aynı şu vatandaki yaşayan hit duyguğa qaytgandek bo'ldim, o'zimni his qildim haqiqatan. Shu his duyg'uni yaşatgan sizga, shu dasturxonimizga dahil bo'lgan hediyelerimga, tanış bu dostumuza hammalarga rahmat. İnşallah devam qilsin, güzel duygularımız devam qilsin. İnşallah. Texama güzelini, texama yaxşısını görgülük hayırlısını görgün nasip kılsın Allah'ım. Amin. Beni tanıştık küçük kıvırdı. Ya küçüklük görürsün, siz yaş görünürsünüz, küçük görünürsünüz. Nime o 3-4 yaş diyen? O yaş diyen çok rağla ayala bir san. Sizde köyge vaxtımda ben yazılan diye dostum kildi dese tanıştıp oyladım da hadi içeriden bilen ama gözümge sınıl dostum dedim. Başta yapsın dostum deme. Ama ben aşağı his kıldım da belki ondan çoğu emas da his kıldım yani özümü belki yaş görüngəndeki. Mişədən sizlərə bir nəsə söz yap birəyəm. Yaş degəndə bax o ayala qalımızın çıxırdı deyil. Çünki yaş degən bax o mənə yurdu. O bizim ixtiyarımızğa bilen karı yox. Bir yıl öz bir yıl qoşulub mağanda şuna biz yeşimizdeki yaşını bir san deplam qaraylı. Oy mən bunca yaş kirib getdim. Oy ağrıb qalamam. Oy mən bunca yaş bo'lib ketdim. Oy qaranglar bunca yaş bo'lib ketgan to'saq, bu işimiz bu daqsaq yarışamdı. Ma işimiz ma gəbsə yarışamdı. Ondaq emas. Yeşinlan kallanlan çıxırdı yaş bir san.
Biz uxlasaqmı ötüdü o yaş, iş qilsaqmı ötüdü o yaş bizga baxmaydı. Şu an faqat bir son deb qaranglar. Ma işçiңlardagi energiyani o'zinglarning amaliy kuch quvvatinglar deb bilinglar. Shunda endi har zaman jonliq bo'lsa. Endi Rizvongul xonimninki tuyg'ularini anglayli. Endi ma Turkiyadagilar bilishimiz o'zaro endi Yangi Zelandiya qanday. Qanday tuyg'uga keldingiz masalan bugun Yangi Zelandiyada qanday o'tdi? Bugun qanday tuyg'uda his qildingiz o'zingiz? Eng avval mening shu aytliq dasqinalarga taklif qilganlarga ko'p rahmat aytaman. Sizlar bilan tanishib qo'shildim. Biz qo'shildik. Rahmat. Sizlardan Uyg'ur ayollarining mehnatkash, tirishchan, g'ayratli ro'yini yana bir qatam ko'rib shunchaki suyundim. Yana bir qatam manlarga ko'p rahmat. Birga bo'lganimdan qo'shildim. Biz sizga rahmat aytaman. Shuncha uzoq yo'ldan kelibsiz. Yana pat-pat kelib turing. Rahmat. Rahmat. Haqiqatan safarimni arziydi deb qarayman, chunki biz Yangi Zelandiyada garchi bizning Uyg'urlarning soni oz bo'lsa-mu, biz yana o'zimizga tushliq aytlarni, mushtaq dasqalarni tayyorlab yaxshi o'tkazamiz. Ammo shu hayit payti shu atrofda bo'ladi, o'zimizning ishlatilib bo'ladi. Lekin sirtga chiqqan chog'da bizda unday kayfiyat yo'q. Chunki bu yerda boshqalar bizga o'xshash o'tkazmaydi. Boshqa musulmonlar o'tkazadi, ammo u kayfiyat yana o'xshamaydi-da. Lekin men Turkiyaga kelgandan keyin mayli uyning ichida bo'lsin, sirti bo'lsin, Uyg'urlar qarindoshlarimiz jo'q bo'lgandan keyin hayit paytisini his qilganmiz. Chunki aslan tunigun biz bozorga berib azroq tayyorliklarni qildik. U chog'da siz qarsangiz do'konlarda insonlar tug'an, pishiriqlar tayyorlagan, ota-onalar bolalarga kiyim-kechak yeyotgan. Garchi hammamizning ko'nglida yana yerimchilik, seg'inish davomli o'rtab tursin, ammo hayitning hurmati bilan qayg'uni kuchga aylantirib, yana shu hayitning hurmati bilan yana hayitni o'z loyiqida tabriklashga yana tayyorlik qildik. Mana shundan hayitningki yana kayfiyatni his qildi bizning Uyg'ur xalqimizningki jafo mushaqqatini yanada umidvor bo'lib, asosini yo'qotmay, o'zimizning madaniyatini, o'zimizning kimligini saqlaydigan mushtaq an'anasidan men davomli suyunaman bu qatim his qildim. Shuncha qo'shildim, shunga qancha uzun safar bo'lsa-mu, arziydi deb qaradim, sizlar bilan tanishib qo'shildim. Bu dastonga o'g'limga yana bir qatim Alloh rahmat. Sizga rahmat. Xudoyimning mushta bir go'zal ne'matlarni berganiga Allohga cheksiz shukri. Mushta bir yet o'tkazadigan bir fursatlarni berganiga, mushta mol ne'matlarni berganiga, ham yet o'tkazolg'idek bir kayfiyatni yana bizga berganiga Allohga cheksiz shukri. Ha, bugun shu dasturxonni chiroyli hozirlab bizni taklif qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Sizga xush keldingiz takrar. Meniki mayli ro'za hayit bo'lsin, mayli qurbon hayit bo'lsin, davomliq aqlimga keldigani shu kichik vaqtimda. Meni 2,5 yoshimda cho'ng opam, cho'ng dadam deqvaptikin dedim o'zi programmada o'tgan so'zlab o'tdik. Keyin aqlimga kelgandan keyin bizniki uyning oldida masjid bordi. Masjiddan namozniki bayram namozini o'qib bo'lgandan keyin butun qo'shniqlar hammasi jamoatlar patlab kirdi. Shunchalik hayajonlanib sakrab ketdim. O, mehmon keldi, mehmon keldi. Shunda qo'shib ketibsizda. Har qatim mayli ro'za o'tmayli qurbon hayit bo'lsin shu. Ajab bir kunlar ekan to'qo. Ballarım deb berdim necha qatim. Bizniki marhamatlik, bir-birimizga shunchalik ko'yimchan, japaga bek chidaydigan, ko'ngil bir millat ekanligimizni mana shundan bilgul bo'ldim. Hargiz unutmayman bu kunlarni men. Men shu yoshda deganlaringiz to'g'ri ham chiqib nurulg'a hayitlarga qatnashdik. Sizlar shunday bo'lmab bu chatlarga chiqib hayit tantanasini ko'rib boqmadim. Biz Uyg'urlar zodi har qanday narsani voyaga yetkazib, har qanday narsaning qimmatini oshirib qila oladi ekanmiz. Undaq bir hayit tantanasini necha davlatlarga bordik, ko'rib boqdik.
bizninkidek undaq bir cəmiyyətləşib, undaq yetlaşqan balla, undaq varan-çuran oynagan, çiraylı kiyimlərini kiygan, undaq bir hissiyatni uçratmadıq. Vallahi hiç değil mesela. Hiç vallahi yeni pullarını verdi o. Naqsın bankalara verip tegişip yeni pullarını ya. Naqsız yeni pullarını bergen. Elik pul emdi az bolsun mu gerçi? az olsun mu sanap onu vay. Hoşup yastığımızda asıl tıkıp koyup uxla. Ben siz ötüp tutulğan boldu. Yani çıkanlaq bir nimisi yok da. Mənisi yok ötüp tutulğan boldu. Könlüm yerim kurtu otasam hadi canım telefon. Şunchalik ko'nglim yayrab ketdi, xo'shib ketdim. Hadicha Xo'sh qilolgansa. Hammamizdan xo'sh qilolgansa biz ham shunda xo'sh bo'ldim. Ha, suyibli güzel hanımlar, uyga dasxon tayyorlab qo'ydim. Chiqibdik. Da yetliq qurbonlik go'shtlarini yeb degandek. Rasma kimni debchu? Rizvonga deb alaydilik ko'kni kesip tayyorlab qo'ygandim, shuni tushirdik. Necha oylik saqladim. Maşallah, maşallah. Qani oy chiqingizlar. Sizler ağaç durunuzlar, ben bir yaxtın bir narsa sözlep bereyim. Müş her qıtım bir sorun yığılışda bo'lgan vaqtimizda Allah ve Allah'ın Resulü'nün sözünü deysek, Allah'ını bir əsletsek, müş yegan taamlarning haqqını ada qilgan bo'ldik ekanmiz. Shunga men bugun müş azanning xosiyati haqida so'zlab beray dedim. Ekran oldidagi ko'rurmanlarmi ham buningdan bir savodlar ega bo'lg'ay deb o'ylayman. Beni hazır azanını talab qilishim bundan maqsad borchu. Türkiye'de hemimiz bilimiz azan şunda yangraq, günde 5 vaq quloq tüyümüzde yangrab durdu. Enkeyindin ma'u başqa dövlətlerde bu mescidge yaqin bo'lganlar chuqum azandan ayrılanmaydı. Bizning başqa ibadetlerimizni məsələn biz namaz o'tganda, ro'za tutganda, Qur'on o'qiganda, ashning bilan shug'ullanganda shu ibodatni qila olamiz. Ammo namaz biz shug'ullanmasak davomli qulluqimiz jaranglab turdi. Biz bilan münasibətsiz bizning harakat qilishimizni xohlamagan asosda u har doim eslatib turdi. Abiyam deganimdek Türkiye'de 5 vaqt o'qildi, boshqa davlatlarda masjid yaqin turganlar u ixtiyor emas azon chiqdi qulqiga kirdi. Shunga bu haqidagi savodni bilishimiz muvofiq deb, yani umumyuzlik hammada mos keldiganligi uchun buni bir so'zlab o'tay dedim. Peygamberimizin vaqtida Hazreti Bilal'ni azan etganda deydi ekan, Peygamberimiz Bilal shunday katta savob oldi. Çünkü muşu azanını etgan vaqtida, muşu azanını ovozini anglab kelgan har bir musulmonning ki o'tgan namozning savobi Bilalga berildi degandek boshqa sahobalar deydi ekanda, unda biz azan etmaganlar u savobdan quruq qolamdik deganda, sen quruq qolmaysan, muazzin azan etgan vaqtda sen aşı her bir cümleni tang ichingda takrorla. Sen ichingda takrorlasang, muşu muazzinga berilgan savob sangım tang beriladi deb ashta degan. Endi men bu yerda azonni bir takrorlab o'tay. Azon aytilyotidi, nim deyilyotidi uningda zodi bizni nimaga chaqiriq qilyotidi? Ben bunu deb beray oldi bilan Allahu akbar. Allah en ulug', Allah büyük degan bu güzel sifatni 4 qitim deydi. Onun keyindin eşhedü en la ilahe illallah. Bunu 2 qitim takrorlaydi. Bunun ma'nosi guvohlik bermanki yolg'iz bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Eşhedü en la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Buningdimi, ya'ni shunday guvohlik bermanki Muhammed sallallohu alayhi vasallam Allohning payg'ambaridir. Bunu 2 qitim takrorlaydi. Onun keyindin hayya alas sola deganni deydi. Hayya alas sola deganning ma'nosi namozga kelinglar degan gap. Biz namozga chaqirib qo'yadi. Biz boshqalarda takrorlasakmi 2 qitim, ammo buni takrorlamay bu yerda la havla va la quvvata illa billah degan deymiz. Buning ma'nosi nihoyatda ustun va ulug'. Allohning madadi bo'lmasa, men qo'limda hech ish kelmaydi. Demak shu Allah'ın madadi bilan biz namozga boramiz, ham chaqadi. Onun keyindin hayya alal falah degani nijotlik tepinglar.
namazga kelish orqali nijotlik topamiz. Buningda yana biz o'xshash la havla va la quvvata illa billahni 2 qatim takrorlaymiz. Onun keyindin Allahu akbar, ya'ni Allah büyük, Allah ulug'ni 2 qatim deb bu la ilaha illalloh degan bir qatim deymiz. Demak, yolg'iz Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir degan bilan tugaydi. Mushta anglsak mana qaranglar, bu shu qadar bir go'zal chaqiriq. Bizga Allohning buyukligini, ulug'ligini eslatyotidu, ham bizga iymon etishni o'rgatyotidi, bizni namozga chaqiryotidi, nijotlikka undayotidu. Mushtaq bir go'zal chaqiriq chiqqan vaqtda biz qanday qilamiz? Takrorlamay o'tira olamizmi? U vaqtda masalan Qur'on o'qish bir ibodat. Men Qur'on o'qiyapman-ku, azon aytilaversin desak bo'lmaydi. Azon o'zining vaqti bilan bir alayda ibodat bo'lganligi uchun Qur'onimizni yipib qo'yib azonni anglaymiz. Ondan so'z gap so'z qilayotgan bo'lsak, Alloh shu qadar bir go'zal chaqiriqni bizni undab olsa, yana gap qilish qanday ko'nglimiz unaydi. Shuning bilan gap so'zni yig'ishtirib, yana azonni anglaymiz. Abiyam degandek, ashta 2 qatimdan takrorlab, biz shu muazzinning savobini erishga tirishimiz. Ne kadar güzel savab bu. Demek, aştaq takrorligimiz üçün, Allah'ın şu güzel, büyük çağırığa avaz qo'shganligimiz üçün, aş mescid kelganlarning savabini bizga bersa, aştaq takrorlasak, azonni takrorlab, anglab, bu kadar savabga erishsak, o zaman namozni o'tsak qancha savab bo'lar? Shundaymi? Shuna endi buni takrorlashimdagi sabab, abiyam degandek, biz başka ibadetlerini özümüz vaktimizin, zihnimizin ajırtıp şug'ullanalaymiz. Şug'ullansak qilmiz, ama bu ibadet, bu azandan ibaret bu ibadet bizning xohishimiz bo'ysunmaydi. Her zaman qulluqimiz kirib turdi. Shuna buning xosiyatini bilishni pek muhim deb bilma. Bugungi shu endi dasturxonimizningki Alloh bergan shunchalik ne'matlarga e'tiqod rahmatimiz, Allohning bu go'zal chaqirig'ini eslash bo'lsin. Amin, rahmat. Pek yaxshi oldu. Hakikaten şunda siz degandek namaz insanın içini huzurga to'ldiradigan. Shundami? Alloh hamma odamga shu hidoyatni, nijotlikni bersin. Amin, amin. Dünyanın her yerdeki Uyghur qayrindoshlar, Qurban hayitimizga muborak bo'lg'ay. Uyghur xalq televiziyasi ishlagan Uyg'urimning Qurban hayitiga muborak bu alayda programmamiz mush yerda oyoqlashdi. Uyg'urlar dunyoning ham yerida to'plashib va tarqoq o'ltiraqlashdik. Mushundaq hayit kunlarda qavm qarindoshlarimizni, urug' tuqqanlarimizni to'limi seg'inamiz. Bizning yuqorida ishlagan programmalarimiz sizlarning o'sha seg'inishli qalbingizlarga azroq malham bo'la olsa, o'zimizni to'limi xushal his qilamiz. Oxirida yana bir qitim bizga shu nomerlarni suyunish va xushalik bilan avtib bergan shu aka-ini sing'illarimizga ko'pdan ko'p rahmat. Ijodiyatlariga mo'l utuq tilaymiz. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, programmalarimizdan azroq bir xushalik his qilgan bo'lsa, boshqa urug' tuqqan do'st birodarlariga yetlik sovg'a sifatida avtib berishini va tarqitishini umid qilamiz. Bizning mo'l mazmunliq rangdor sahiflarimiz orqali har doim ko'rishib turaylik. Xushvaqt bo'lg'aysizlar. Allohga omonat.